Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom marhamat qilib aytadilar: "Ma khutwatun ahabbu ila Alloh azza va jalla min khutwatin fi islahi zatal bayni." Imom Avzoiy rahimahulloh aytadilar: Alloh taologa eng mahbub qadam ikki inson orasini yarashtirish yo'lida bosilgan qadamdir deydilar. Kim ikki kishi orasini yarashtirishni amalga oshirsa, Alloh subhanahu va taolo uni do'zaxdan ozod qiladi dedilar. Demak, bosilgan qadamlarda eng afzali ikki insonni orasida borib kelaverishlik. Isloh maqsadida, yarashtirishlik uchun. Agar yarashtiradigan bo'lsa, Alloh uni otash do'zaxdan xalos qilishligini aytdilar. Solihlarimizdan, ulug'larimizdan aytadilar: "Man arada fadlal abidin falyuslih baynan nas va la yuqi' baynahumul adawata wal baghdha." Kim obidlar maqomini topishligini istasa, insonlarning orasini isloh qilsin. Ularning orasiga bug'z adovat tashlashlikdan saqlansin dedilar. Demak, obidlik maqomi Allohga ibodat qilishlikda eng yuqori cho'qqilariga va'da qilingan ajr mukofotga erishmoqchi bo'lgan inson odamlarning orasini isloh qilsin. Va insonlarni orasida bug'z adovatni yoyishligidan ehtiyot bo'lsin. Ba'zida bitta gap ikki insonning orasini buzib oladi. O'sha ichimizda qolsin. Birovni, ikki sherikni, oilani buzilib ketishligidan, oralariga fasod aralashligidan ehtiyot bo'lishligimiz inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi.